Assalomu alaykum Real Madrid jamoasi muxlislari, barchangizni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Aziz do'stlar, bugun ham biz siz uchun jamoamizga tegishli bo'lgan eng so'nggi va qiziqarli xabarlarni to'plab qo'yganmiz. Demak, siz ushbu roligimizga atiga bir dona like tugmasini albatta bosib qo'yishni unutmang. Biz esa boshlaymiz. Ushbu videoga atiga 1000 ta like yig'ishimiz kerak va bu bizni qo'limizdan keladi albatta. Aziz muxlislar, erta tongda Real Madrid klublar o'rtasidagi jahon chempionati 3-turdan o'rin olgan o'yinda Zalsburg bilan kuch sinashadi. Ushbu uchrashuvdagi gollarni Telegram kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Telegramda jonli efirlar ham bo'ladi. Telegramga o'tish manzili kommentariyada ko'rsatilgan. Albatta Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Xabi Alonso: murabbiy bo'lishdan ko'ra futbolchi bo'lish yaxshiroq. Real Madrid klubi bosh murabbiyi Xabi Alonso murabbiylik faoliyati haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Ispaniyalik mutaxassis 2017-yilda futbolchilik faoliyatini yakunlagan, shundan so'ng u murabbiylik faoliyatini boshlagan. Mutaxassis Bayernda murabbiy sifatida o'zini yaxshi ko'rsatdi va Realga taklif qilindi. Murabbiy bo'lish stressli ish, ammo tajribadan zavq olishga harakat qilaman. Menga ishim juda yoqadi, garchi futboldagi eng yaxshi narsa futbolchi bo'lish bo'lsa ham, dedi Alonso. Zalsburg jamoasiga qarshi klublar o'rtasidagi jahon chempionati arafasida o'tkazilgan matbuot anjumanida Xabi Alonso iyun oyi boshida Braziliya terma jamoasiga ketgan Carlo Ancelotti o'rnini egalladi. Luka Modric Milan safiga o'tadi. Romano: Real Madrid klubi yarim himoyachisi Luka Modric faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettiradi. Bu haqida Football Insider Fabrizio Romano xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, 39 yoshli xorvatiyalik futbolchi klublar o'rtasidagi jahon chempionati yakunlangach, Milan klubi bilan shartnoma imzolaydi. Tomonlar og'zaki kelishuvga erishgan va AQShdagi turnir yakunlangach, yarim himoyachi milanliklar uchun tibbiy ko'rikdan o'tishi kutilmoqda. Luka Modric 2012-yildan beri Real Madrid safida harakat qilib kelmoqda. Joriy mavsum u barcha musobaqalar doirasidagi 59 ta o'yinda maydonga tushib, o'z hisobiga 4 ta gol va 9 ta golli uzatma yozdirib qo'ygan. Uning klub bilan shartnomasi shu oyning oxiriga qadar amal qiladi. Transfer Market portali yarim himoyachining qiymatini 4 million yevroga baholamoqda. Eslatib o'tamiz, 27-iyun kuni Qirollik klubi klublar o'rtasidagi jahon chempionati guruh bosqichidagi so'nggi uchrashuvini Avstriyaning Red Bull Zalsburg klubiga qarshi o'tkazadi. Rasman: Mbappe klublar o'rtasidagi jahon chempionati 3-turini ham o'tkazib yuboradigan bo'ldi. Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe klublar o'rtasidagi jahon chempionati guruh bosqichining so'nggi turida Zalsburg jamoasiga qarshi o'yinda qaydnomaga kiritilmadi va ushbu uchrashuvni ham o'tkazib yuboradigan bo'ldi. 19-iyun kuni fransuz ichak infeksiyasi bilan kasalxonaga yotqizilgan. Shu kuni u Miami kasalxonasidan chiqarib yuborildi. Keyinroq Mbappe infeksiya tufayli 5 kilogramgacha vazn yo'qotgani ma'lum bo'ldi. Real Madrid va Zalsburg uchrashuvi 27-iyun kuni bo'lib o'tadi. Real Trentdan keyin yana Liverpoolning top o'yinchisini tekinga olib ketmoqchi. Real Madrid yaqinda Liverpoolning o'ng qanot himoyachisi Trent Alexander-Arnoldni erkin agent sifatida bepul qo'lga kiritdi. Aslida madridliklar bu o'yinchiga ancha oldin aloqaga chiqqan va Madridga taklif etgan edi. Shu bois Trent Liverpoolliklar bilan muzokara o'tkazganiga qaramay, hamkorlikni uzaytirmadi. Qirollik klubi endi xuddi shu usulni boshqa himoyachi Ibrohim Kanatega qo'llamoqchi. Liverpoolliklarning muhim o'yinchisi hisoblangan Kanatening shartnomasi 1 yildan keyin yakunlanadi. O'yinchi uni Real kutayotganligini biladi. Liverpool o'yinchi bilan yangi bitim tuzish bo'yicha harakatni boshlab yuborgan. Biroq muzokaralar hali samara bermadi va bu vaziyat Angliya chempionlarini jiddiy tarzda bezovta qila boshladi. Fijais nashrining ma'lum qilishicha, madridliklarning asl maqsadi 26 yoshli himoyachini kelasi yozda bepul transfer qilishdan iborat. Biroq vaziyatga qarab Qirollik klubi shu yoz ham transfer bo'yicha Liverpoolliklarga taklif yuborishi mumkinligi aytilyapti. Florentino Perez bepulga o'yinchi olish bo'yicha mutaxassislardan biri hisoblanadi.
Sizningcha Real Madrid Zalsburg o'yinida qanday natija qayd etiladi? O'z taxminlaringizni izohga albatta yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.